O'zbekistonda yangi maqol paydo bo'libdi. Qiz sevsa tegadi, yigit sevsa qoladi. Ya'ni qizlar sevgan yigitiga tegishi mumkin ekan, o'g'il bolalar bo'shagan shisha butilkani ushlab qolib ketaver ekan. 100% to'g'ri maqol. Yaqinda 5 ta qizga so'z jo'natdim, hammasini sevgan yigiti bor ekan, ota-onasi o'sha bolalarga berar ekan. Menga uydagi kurpi to'g'ini ham bermay ekan. Sevgan qizi bor bolalarning davri keldi endi. Uydagilar sevgan qizing yo'qmi deyapti. Sevgan qizim ikkita bolali bo'lib, uchinchisiga harakat qilyapti. O'g'il bolalarga sevgini kim qo'yibdi? Sevilish o'g'il bolalar uchun emas. O'g'il bolalar ishlash, pul topish uchun yaralgan. Bizda ko'ngil yo'q. Bizga ham uchrab qolar, biz ham uylanamiz qachondir. O'zbekistonda yangi maqol paydo bo'libdi. Qiz sevsa tegadi, yigit sevsa qoladi. Ya'ni qizlar sevgan yigitiga tegishi mumkin ekan, o'g'il bolalar bo'shagan shisha butilkani ushlab qolib ketaver ekan. 100% to'g'ri maqol. Yaqinda 5 ta qizga so'z jo'natdim, hammasini sevgan yigiti bor ekan, ota-onasi o'sha bolalarga berar ekan. Menga uydagi kurpi to'g'ini ham bermay ekan. Sevgan qizi bor bolalarning davri keldi endi. Uydagilar